Bu pudrani ichidan sovg'a chiqadi desam ishonasizmi? Mana shu pudrani ichiga sovg'a joylab olgan videoyim ko'p prosmotr bo'lgani uchun yana shunaqa ko'rinishdagi video tayyorladim. Hozir bolalarim bilan aylanishga chiqqanda zakaz tushib qoldi. Mana shu pudringizdan ichiga shunaqa chiroyli sovg'a ko'rinishida tayyorlab bering, yaqin insonimga olyapman dedilar. Mana bunaqa bu pudra deb o'ylab ochadilar, ichidan mana shunaqa sipochkalar chiqadi. Baxt mana shunaqa oddiylikda qizlar. Qaranglar qanaqa chiroyli syurpriz. Pudra deb ochsanglar, ichida ham pudra, ham shunaqa chiroyli sipochkasi bo'ladi. Hozir bolalarim bilan aylanishga chiqqan edik, zakaz tushib qoldi. Uyga yugurib kelib, mana hozir zakazni dostavkaga tayyorlayapman. Bahorda shunaqa SPFlardan foydalanish yuz uchun foydali, ya'ni yuzni quyosh nuridan himoya qiladi. Yuzni yumshatish xususiyatiga ega bo'lgan SPF tonalka so'radilar. Shu tonalka oldin ham xarid qilgan edilar. Mana yana ikkinchi marta sotib olyaptilar. Buni sifati ham juda ham yaxshi. Yuzdagi hamma muammolarni yopib beradi qizlar. Bu ko'z ostidagi qora ishlarni hammasini bittada ketkazib beradi. Va sovg'asiga ularga mana shu sipochka yana mana bunaqa paketimizni ham sovg'asiga qo'shib berdim. Hozir buni endi dostavkaga chiqazamiz. Kimga shunaqa chiroyli kosmetikalar kerak bo'lsa, bemalol direct orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.